Bugun O'zbekistondagi 105 mingdan ortiq yoshlarning kelajagi haqida gaplashish uchun 450 ga yaqin soha vakillari bir joyga yig'ildi. Bugun Toshkentdagi O'zbekiston Davlat konservatoriyasida Madaniyat vazirligi tizimidagi ta'lim tashkilotlarining Respublika kengashi bo'lib o'tdi. Bu yerda oliygoh rektorlaridan tortib, musiqa va san'at maktablari direktorlarigacha yig'ildi. Ya'ni kelajakdagi san'atkorlarni tayyorlaydigan butun bir tizim bir joyda. Yig'ilishda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, ta'lim sifatini oshirish, iqtidorli yoshlar bilan ishlash, pedagoglarning malakasini oshirish va san'at ta'limiga zamonaviy yondashuvlarni joriy qilish masalalari muhokama qilindi. Bugungi kunda Madaniyat vazirligi tizimida 105 mingdan ortiq o'quvchi va talabalar hamda 18 mingdan ziyod pedagog va professor o'qituvchilar faoliyat yuritmoqda. Faqat bolalar musiqa va san'at maktabini o'zigina 326 tani tashkil qiladi. Yig'ilishda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ham ishtirok etib, sohada amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va kelgusidagi rejalar haqida fikr bildirdilar. Shuningdek, yuqori natijalarga erishgan ta'lim tashkilotlari rahbarlari taqdirlandi. Davlat stipendiyasiga sazovor bo'lgan talabalar Botir Zokirov nomidagi davlat stipendiyasi sohibi guvohnomasi topshirildi. Aslida san'atning kelajagi faqat sahnada emas, uni kim qanday o'qitishida ham. Bugungi kengashning asosiy maqsadi ham aslida shu: kelajakdagi san'atkorlar uchun ta'lim sifatini yanada oshirish.